bolajon, ozgina guruch, ikkita kotlet taqsimlangan. Xo'p. Tak, shunda ikkita kotlet bo'lsa, ozgina. O, Murod, mazali ovqatmi? Ha, ikkita kotlet dedimi? Ha, 3 ta 4 ta sovuravergin. Maza qilib yeysan o'zing. Yo'q. Qara, zo'r ovqat. Qo'ygin. Ko'pgina sovur. Ya, xo'p degan ko'pgina solaver ichib. Birovning narsasidan qo'rqaman men. Nima qilmaydi? Davay sol. Zo'r taqsimlangan deyshadi. Yo'q, bor. Mayli. Yo'q, ket. Yo'q, ket. Tavba qildim. Birovning rizqi-ku bu narsa. Bo'ldi. Voy, ovqat qolmabdi-yu. Nima qildingmi? O, qolganlar-chi, qolmadimi qolganlarga, o? Qolganlar bilan nima ishim bor? Qornim to'ysa bo'ldi-yu meni. Boshqalarning rizqini o'ylamaysanmi? Sendan keyingi bolalar ham ovqatlanish kerak-ku. Nima deb tashosan rizq, bunaqa deb boshimni qotirmagin, bor. Qornim to'ydi, bo'ldi, maza qilaman, ketaman. Nima foydasi bor menga? Unaqa qilmagin san, o. Qoch. Voy, unaqa qilma. Voy. Kurs ochmaysanmi? Menga o'rgat, kurs ochib, shuna narsalarni o'rgat menga ham. O, как раз shaytonga dars berish kursi bor hozir bizda, sotib olishingiz mumkin o'shani. Insofing bormi, bepulmish qilib? $15,000. Amuse.